Biz o'sha ko'zlagan manzilga mana shu tog' tizimining eng baland cho'qqisiga yetib kelib, mana chiqib o'tiribmiz, aziz tinglovchilar. Burada ob-havo ham o'zgacha ekan. Bu yerda tabiatning ko'rinishi ham, tog'larning ko'rinishi ham, biz dam oladigan sanatoriyaning ko'rinishi qancha pastda qolib ketgan. Ko'ryapsizmi? Odamlar baqirib o'zining charchoqlarini chiqarishyapti. Ana shu tog'lar, Salobot tog'lar, necha ming yillik tog'lar bular. Bu joylarga insonning qadami yetganda doim o'ylab qoladi. İnson umri qancha? Biz qancha yashaymiz va qanday iz qoldiramiz hayotda? Mana shu izimiz, biz qoldirgan hayotda qoldirgan izimiz bizga albatta ertangi avlod uchun saboq bo'ladi. Mana Azim tog'larining salobatini qarang. Uning go'zalligini qarang, chiroyini qarang. Bularning hammasi onajon yurtimizning, jonajon yurtimizning go'zal manzaralari. Turkiston tog' tizmalarining Zomin hududidagi bir qismi bu yerda chiqib mana biz ham reportajimizni olib boryapmiz sizlar bilan birgalikda. Bir bor ana shu go'zal manzaralarni sizlarga ko'rsataman. Bahramand bo'lasiz. Mana qanday go'zal, qanday ajoyib yurtimiz bor. Yarmi tog', toshlar, yarmi bog', yarmi daryolar. Do'stlar, shu yerga kelganda reportajimizni yakunlaymiz. Keyingi lavhalarimiz nasib bo'lsa ertaga bo'ladi.